Assalomu alaykum. FSD bo'yicha gaplashamiz va Next.js da boshlang'ich proyektda arxitekturasini tuzish. Xo'p, FSD deydigan bo'lsak, sразу tanishtirishga o'tamiz. Xo'p, FSD ni o'zini dokumentatsiyasi nima deydi? FSD metodologiyasi bu arxitekturani qurish uchun metodologiya. Bu qanaqadir nima qilsa bo'lmaydi degan narsa emas, chunki arxitekturalarning ichida universali yo'q va universal bo'lmagandan keyin kimdir o'zi yaxshiroq best practicelardan o'tgan holatda, ya'ni qanaqadir muammolar bo'lib qolganda o'zgartirib yaxshiroqga kelgan holatda boshqalarga tavsiya qiladi. Va shu boshqalarga tavsiya qilganlardan bittasi FSD. FSD ni ko'pchilik ishlatadi va ancha narsalarga anchagina nimasi bo'ladi. Spagettidan ko'ra anchagina yaxshi lag'mon bo'lib ketmaydi narsalar. Shu yuzasidan FSD ni asosiy konsepsiyasini ko'rsak, mayli bunga baribir ochib oldim. Nimaki FSD da 3 ta asosiy nima bor. Ya'ni nima desa bo'ladi? 3 ta asosiy bo'lak bor. Mana shu joyda turgan narsa. Bu nima? Har bir biznes logika alohida turishi kerak. Ya'ni o'zini vazifasiga qarab 7 ta layerga bo'lingan. Hozirda 6 ta, bittasi deprecate bo'lgan va 6 ta bo'limga bo'lingan o'zini vazifasiga qarab va o'sha vazifani qiladigan ichidagi har bir bolani ichida UI, API va modellar alohida turishi kerak. Ya'ni backendga chaqiradigan narsa alohida, uni ichida ishlaydigan JavaScript logikalar alohida va UI alohida turishi kerak. Chunki bir-biriga aralashib ketmasligi, как бы MVVM. Va mana shu narsani mana shu joyda layer, slices и segments deb nom berishgan. Layerlar o'yna shu narsa, misol uchun page'lar alohida turishi kerak, widgetlar alohida, featurelar, entitylar, sharedlar. Widget, entity va feature boshqacha ishlab turgan o'qloqqa, ular haqida gaplashamiz. Misol uchun pages bilan shared, misol uchun ikki xil vazifada, pagesga pageslar, sharedga sharedlar qo'yiladi. Shunga o'xshagan, ya'ni vazifasiga doir qilib ajratilgan. Va shularning ichidagi har bir bo'lak, misol uchun widget ichida navbar bo'lishi mumkin, entity ichida user bo'lishi mumkin, shared ichida button bo'lishi mumkin, lekin buttonning ichida bu 3 ta narsa bo'lmaydi. Pages ichida bor, misol uchun pages ichida bo'lishi mumkin, feature ichida ham bo'ladi. Qanaqa add to cartmi, like'mi, kommentariyami, avtorizatsiyami bo'ladigan bo'lsa, avtorizatsiyaning ichida UI bo'ladi baribir. Backend chaqiradigan bo'lsa API bo'ladi, model bo'ladi, ya'ni business logic, MVVM bu yog'i shunaqa bo'ladi va shunaqa qilib tuzilsa bir-biriga bog'lanib ketmaydi. Endi bo'ldi. File convention shu bilan hal, ya'ni fayllar bir-biriga fayllar separated bo'lgan holatda, logikalar fayllarga separated bo'lgan holatda turadi. Okay. Bo'ldimi deyishgan? Yo'q. Mana bu nimaga 7 ta layer, 6 ta layerga bo'lingan va bu fayllar misol uchun ko'pchilik ko'rsangiz 100 qator, 200 qator, 500 qator, yaqinda 1000 qatorli nimani ko'rdim. 900 qanchadir. Mana shu narsalarga ham yechim qilgan, mana shu narsalarga yechim qilganda, ya'ni 3 ga bo'ldik, misol uchun UI alohida, boshqachalar alohida va undan tashqari muammo spagetti bo'lib ketishi kerak. Spagetti bo'lib ketishi kerak, chunki odatiy yoziladigan narsalarda servislar yoziladi, qanaqadir services, layoutlar yoziladi. Layoutdan tashqari yana nima bo'ladi? Komponentlar yoziladi. Keyin yana shared ochiladi. Shared ichida UI ichida yana komponentlar yoziladi. Va shunaqa qilib mana bu bittasi layout ichiga borsa, layout qanaqadir boshqa bo'lgan bir bo'lakka qanaqadir feature ishlatadi, u feature qanaqadir ya'ni shared ichida narsa ishlatadi, shared ichida qanaqadir feature ishlatib qo'yadi. Shunaqangi muammolar bo'ladi. Misol uchun product card ichida buy knopkasi bo'ladi. Buy knopkasi bu feature, uni ichida API chaqiriladi, boshqasi bo'ladi. Shu narsalar muammo bo'lib qolgani uchun shu narsani qilishgan, ya'ni ketma-ketlikda yozishgan. Buning ichida nima uchun farqlab olish oson. Shared o'zidan pastiga tushmaydi. O'zidan pastda hech kim yo'qda chunki. Entity o'zidan pastiga tushmaydi. Shared bor bo'lsa ham. Faqat shared aniq o'zidan tepasiga chiqadi, pastiga tushmaydi. Entity o'zidan tepasiga chiqadi, pastiga tushmaydi. Feature o'zidan tepasiga chiqadi, pastiga tushmaydi. Shunaqa widget, pages shunaqa. Ya'ni pagesni widget ichida chaqirib bo'lmaydi. Chunki qaysidir UI blok ichida butun bir page xati turgan. Shunaqa. Feature bu userga qanaqadir amali.
entitydan foydalaniladi. Lekin entityni o'zi user qanaqadir amaldan foydalana olmaydi. Bu qanaqa vaziyatlarni ko'ramiz? Share it misol uchun shu yerda widgetni chaqirib qo'ysa bo'lmaydi. Ichida qanaqadir button, component, select, formani selektlarimi, nimadirlar, border, cardlar bo'ladigan bo'lsa, u taqqati widgetni chaqirib qo'ysa, ichida UI blok anaqa bo'ladi-ku. Shunaqa. O'shaning uchun shunaqa как narsa qilingan. To'g'risi buni tushuntirish uchun o'zim ham bir nechinchi videoyim ekan bilmayman, gaplarim esimdan chiqib qolyapti. Tak shunaqa. Aytgancha, bu mindset bo'lgani uchun buni любой joyga o'zingizlarga moslatib ishlataverasizlar. Muhimi mindsetini olsanglar bo'ldi. Mindseti shu men o'zim olgan mindset shu ikkita edi. O'sha birinchisi segmentlarga bo'lish, ikkinchisi bir-biriga connectionlar, fayllarni connectionlar. Okay. Hop, birinchi bitta proyekt qilaylik. Men wireframe qilib chizib qo'ydim. Rectanglelar qo'yib, navbar, bu banner, bu widget. Nimaga widget deyapman? Chunki buni ichida mana produkt card bor и buy knopka bor. Buy knopkani o'rniga misol uchun boshqa knopka ham bo'lishi mumkin. Like knopkasi bo'lishi mumkin yoki disabled bo'lishi mumkin. Produkt qolmagandir balkim. Demak, buy knopkasini yana bitta narsasiga qarab ketaylik. Mana bu entity, misol uchun produkt o'zi entity bo'ladigan bo'lsa, mana buni o'zi feature hisoblanadi. Entity bilan feature ni ajratib olish eng yaxshi yo'li feature userni anondoqa qilishi mumkin. User harakatlantiradi userni. Feature. Entity harakatlantirilmaydi. Entity ni o'zi mana shu produkt kartini o'zi bundoq qo'yildi. Mana shuni o'zi bo'ldi. Buni ichida bossa ham, hech narsa qilsa ham hech narsa bo'lmaydi, faqat ko'rsatib turadi. Feature mana shuni yo'naltiradi. Buyni bosdimi, demak userni flow boshlandi, o'zi sotib olish. Ya'ni yana ham osonroq tushuntirsak, get emasda feature, post, put, delete'larni ishlatadi. Ana shu narsa feature. Xo'p, okay. Mana shu entity keyin entity feature ni ishlatmayapti, feature entity ni ishlatyapti aniqroq. Mana bu yerda widget. Widget entity ni ham feature ni ham ishlatyapti va o'zida blok hosil qilyapti. Ya'ni UI blok. Mana bu widgetmi? Yo'q, bu entity. Chunki ichida qanaqadir feature ni qabul qila olish qobiliyati bo'lmaydi. Widgetda bo'ladi. Okay, keyingisi articles, bu ham widget, article'dan chiqaradigan. Mana buni o'zi entity. Chunki nimaga article'da like knopkasi yo'q, boshqa narsasi yo'q, faqat entity. Entitylardan tashkil topgan prosta widget. U widget ichida get API bor, bo'ldi. U feature ni qabul qilmaydi. Chunki nimaga? Feature bo'lish uchun action bo'lish kerak. Action yo'q bu yerda. Tak. Profil page sidebar bor. Profil page masalan orderlarning listi bor. Misol uchun orders bossa o'zini orderlarning listi, reviewlar bossa, kommentlar bossa o'zini kommentariylarning listi. Tepada til o'zgartirish bor. Bu selector, bu independent ishlashi mumkin. Buni любой joyga chaqirsak o'zgartirib bera oladi. Demak, bu widget UI block, ya'ni o'zini vazifasi bor, o'zini vazifasini qilyapti. Mana bu narsa bu avtorizatsiyani karta deb o'ylaylik. Miyada chiroyli tasavvur qilsak bo'ladi. Xo'p, avtorizatsiyani kardi, ya'ni avtorizatsiya mana bu narsasi widget, lekin ichida turgan mana bu email password degani bu feature. Chunki nimaga? Email password kiritgandan keyin qayergadir jo'natadi. Demak, post request. Endi phone OTP bu ikki xil. Demak, AUS da ikkita feature bor, ya'ni phone, AUS phone number, AUS email. Shunaqa ikkita widgeti bor. Featuresi bor, bitta widget bor bu yerda. Mana bu o'rab turgan narsa widget. Chunki buning ichiga любой narsa chaqirib qo'ysak bo'ladi, shuni ko'rsatib beradi. Okay, footy ham widget. Mana bu narsalar bu component shunaqa. Bo'ldi. Mana bu joyda mana buni tushuntirib birinchi beraman. Mana bu короче, buni hozir tushuntirganimda sal tushunarlilik bo'lib qolganga o'xshadi. O'shaning uchun bitta ko'ringlar, navoda sal tushunmay qolsanglar, bu yoqda folderlarning ichini ko'rib chiqamiz qaytadan. Ana shu joyda ancha tushunarli bo'lib ketib qoladi. Chunki bir boshdan tuzish osonroq-da, dokumentatsiyasi bo'yicha aniq qilishdan ko'ra. Share it ichida nima ishlatilgan bu joyda ko'ringlar. Share it ichida o'zi ham bir nimalar ochib chiqdimda. Atak API da oxirigacha implement qo'ydim, navoda kimgadir kerak bo'lsa. Xo'p.
Shared ichida API bor. API nimaga shared bo'ladi? Chunki nimaga? Featurelarning ichida post, narsa request bor. O'sha qaysidir backendga ketish kerak. Qaysidir backendga ketish uchun uni o'sha backendga ketadigan klient создавать qilib olish kerak. O'sha создавать qilish bu yoqda. Config bu config misol uchun menda 3 ta bor, ya'ni 3 xil client bor. Local, base, avtorizatsiya. Ya'ni uchovi 3 xil backend. Client bu foydalaniladigan joy. Menda Aus API client bor. Bu qayerda ichida bu config ichidami, core ichida deydigan. Mana bu implement qilingan, ya'ni shu chaqiriladi. Bu next server saytida, client saytida ishlash uchun. Voy, ko'p gapirdim, tomog'im qirilgan. Xo'p, bo'ldi, shu joyga, mana bu joyga berib yuborilgan local base 3 xil tip qilib berib yuborilgan, ya'ni 3 xil. Endi bu yerda qayerdan olyapti desak, configdan olyapti. Config ichida mana linklari bo'ladi. Okay. Bu API hamma joyda foydalangan shunaqa assets, types ichida misol uchun language bo'lishi mumkin, 3 xilmi, 4 xil language. Hamma joyda ishlatiladi baribir. Shared. Misol uchun UI ichida button, formani elementlari, balon pistonlar. Utilities ichida env var, qanaqadir helper funksiyalar shunaqalar. Tak shu. Yana bu yoqqa qaytaman. Xo'p, entity biznesda entitylar. Nima biznesda entity degan bo'lsak, asosiy narsalari usiz bu proyekt emas. Bu nima bo'lishi mumkin? Bu produkt card bo'lishi mumkin. Ya'ni produktni o'zi. Produkt bo'lmasa, u internet magazin kerak emas. Ya'ni bu proyekt nimasi? Bu internet magazin uchun produkt bo'lmasa bo'lmaydi. Produkt bor, profil bor. Profil bo'lmasa order ham qilaman. Demak, profil, okey. Asosiy bo'lgan core narsalari. O'shalarning ustiga qurilib ketiladi boshqa narsalar. Misol uchun produkt. Misol uchun aytmoqchi, mana biznes nima qiladi? Produkt sotadi, okey. Birinchi entity produkt. Produkt ustiga narsalar qurilib ketadi. Produktni kim sotib oladi? User. Demak, user u ham bitta entity. Shunaqa userni review ham bitta entity. Chunki review ustidan boshlab review qoldirish, reviewlarni olib kelish, reviewlarning statistikalar shunaqalar chiqib ketadi. Shunaqa. Ichidagi bir quduq tubi shunaqa narsalar. Post, misol uchun aytaylik, artikellarning ichida bo'ladigan bo'lsa, postlar bo'ladi. Chunki artikel nima? Короче, blog post bo'ladigan bo'lsa, blog API bo'ladi. Blog websayt bo'ladigan bo'lsa, uni asosi postlar. Postlarni ustiga qurilib ketgani uchun shunaqa. Misol uchun mana shu yerda produktni ochaylik. Misol uchun entityning ichida produktni ichida ham 3 ta narsa bor. Nimaga 3 ta narsani ochdik? Biz mana bu yerdagi segmentga amal qildik. Entityning ichida nimani ochdik? Endi produktni ochdik. Produkt ichida 3 tasi bor. Nima uchun? Misol uchun produkt bo'ladigan bo'lsa, mana bu narsa produktni, mana bu buy knopkasi bu narsa. Mana bu produkt misol uchun. Nimaga shu просто UI uchun biz API ochish deyishimiz mumkin. Nimaga? Chunki produktga olib keladigan API'lar bor. Misol uchun backend o'zi API beradi. Swagger beradi. Swaggerda ham e'tibor bergan bo'lsak, ana products deb qo'yadi-da. Similar products, o'xshash produktlarni, ana liked produktlarni, qanaqadir yana product by ID, latest products, top products, yana nimadir, brand products, tech products, price, ana cheap products yoki shunaqa expensive products, shunaqa API'larni chiqarib tashlagan bo'ladi-da, bitta anoni blok ichiga tiqib qo'ygan bo'ladi. Chunki nimaga? Chunki backendni o'zi ham o'sha entityning ustiga ko'tarilgan bo'ladi-da. Shuning uchun mana bu joyda ko'rishingiz mumkin, get product by ID, get products, mana shu joyda butun entity, ya'ni biznes klientga bera oladigan narsa. Lekin mana nima uchun entityni o'zida shuncha narsa bor ekan, nima uchun feature ishlatiladi? Feature bu action qila oladi user. Bizda entitylar borda, entitylar endi action qilish kerak. Misol uchun user kirib sotib olish kerak. Sotib olish uchun harakat kerak. Ya'ni bizga post request kerak yoki get emas, post, put yoki delete request kerak-da, userlar action qilish uchun. Odamlar ishlatish uchun, ya'ni flow boshlanish uchun shu narsalar kerak va shu flowlarni boshlaydigan narsasi bu feature bo'ladi. Endi produkt ichida tushunarli, bizda produktga doir bo'lgan narsalarni hammasini produkt ichiga tiqdik. Orderga doir bo'lgan narsalarni order, get orders, get reviews, reviews nima qo'yib qo'ydim yo'q.
Misol uchun comments, mayli buni qo'ydim. Misol uchun mana get articles by product id, get latest articles misol uchunda. Shunaqa. Endi bu zo'r tomoni borku, bitta servis deb turib, misol uchun produkt servis deb ochadigan bo'lsa-yu oldin. Endi hozir produkt servis deb turib, ichiga get product nimadir id misol uchun odatiy spagetti deb yoziladigan bo'lsa, endi shu narsani mana bu entityning ichidagi mana bu API bo'limiga yoziladi. O'sha butun bir produktlarga tegishli API'lar. Faqat bu yerga faqat get yoziladi, post emas. Chunki post feature. Okay. Entitylarni ko'rdik. Endi featurelar. Featurelar nima? Bu harakat qiladigan narsalar. Mana buy knopkasi, like knopkasi. Yana nima bo'lishi mumkin bu joyda? Avtorizatsiya. Avtorizatsiya ham işte ikki xil turibdi. Yana nima bor? Order bor, like bor, nima bor? Kommentariya yozish bor. Feature. Shu narsalar. Featureni ochaman, avtorizatsiya. Misol uchun, ya'ni user harakatga undaydigan post request, put request, delete request bor bo'lgan narsalar feature. Короче, tushunishga oson. Hamma keskin tushunmasa kerak, lekin men shuni deb tushuntiraman. Ancha oson tushunishadi, keyin undan keyin olib ketishaveradi. Tak. Xo'p, bu yerda Ausbay bu UI, bu model, buning ichiga model yozilmagan ekan. Qaysining ichiga model yozilgan? Mana. Ausbay phone bu store, ya'ni nima? Telefon nomerini kiritgandan keyin SMS kelishi kerak. Ikkinchi state ochiladi-ku, shu state'ga, misol uchun bu yerga Zustantni xullas o'shandan anaqa qilinadi. Store, vaqtinchalik store. Lekin store ham bu joyga ochilmaydi. Nimaga ochilmaydi? Store entityning ichiga ochiladi. Chunki nima? Produktga doirmi, mana profil deylik. Profilga doir bo'lgan entitylar shuning ichida turadi. Profil entitysi, profilga doir bo'lgan narsalar shuning ichida turadi. Buning ichida model ham shuning ichida turadi. Misol uchun avtorizatsiyadan o'tyaptimi? Avtorizatsiya ham shu joyda turadi, profil store. Shunaqa produkt, liked produktlar ham shu yerda turadi. Misol uchun, men bu yerga store ochiladi-da, qaytaga ochdim, agar men qaytagadir ochuvdim-da. Mana order store misol uchun. Order store ichida turadi. To'liqroq qilib qayerqadir yozmadimmi? Mana. Har qalay nimadir yozib bergan ekan. Tak, misol uchun like qilinadigan, misol uchun globalniy store deymiz-da. Globalniy store nima? Artikellarning storemi? Globalniy store bo'lsa mana bitta storeda liked produktni ham, userni ham, boshqa narsani ham ushlab turgani u вообще-yu. U вообще bumku, spagetti-yu вообще. O'shaning uchun alohida qilinadi. Misol uchun men bu yoqtirgan produktlarni olib kelmoqchiman, yoqtirgan artikellarni olib kelmoqchiman. Use liked articles store bo'ldi. Bu globalniy turibdi. Xolisi buni persist qo'yaylik. Bu local storage ham saqlanib turadi, yoki cookie bo'yicha saqlanib turadi. Qizig'i yo'q, persistga o'rab qo'ysak bo'ldi, misol uchun globalniy ishlatilaveradi. Mana shu narsa, globalniylar. Lekin mana shu joyda bor. Misol uchun, men bu yerda duplikat qilaman. Bu tomog'im yomon og'rib ketdi, uncha ko'p gapirmadim. Xo'p, phone number, birinchisi phone numberni kiritadi, okey. Undan keyin nima bo'ladi? Duplikat. Phone number kiritgandan keyin OTP kiradi. Shu OTP kiritgan paytda bu yoqda state turish kerak. Use state bilan qo'ysa bo'ladi, lekin refresh qilganda, ya'ni joyida turish uchun yoki qanaqadir boshqa komponentni ochib olganda umuman bir-biriga use state qilsa, bir tepada qanaqadir parent ushlab turishga to'g'ri keladi, baribir. Shunaqa paytida, misol uchun lokalniy narsani alishtirgan paytda mana shu yerda anaqa ko'rsa bo'ladi. Entities tag. Bu nima edi? Mamamidi? Mana. Ausbay phone. Men bu yerda ham lokalniy o'sha avtorizatsiyada, misol uchun 4 bosqichli avtorizatsiya bo'lishi mumkin. Kirib, interestlarni tanlaydigan, nimadirlarni tanlaydigan, emaillarni qaytadan yozadigan, har ehtimolga ikki bosqichli parol nimadirlar bo'lsa, mana shuni ichida saqlab qo'ysa, qaysi stepda turgani. Shu narsani olinaveradi va bu lokalniy storelar hisoblanadi bu narsalar. Feature ichida turadigan, globalniylari entity ichida turadi. Okey. Tak, featurelar tushunarli, qanaqadir narsaga undaydigan, ya'ni maqsadli, mantiqli narsalar. Ya'ni maqsadli deylik. Entity ham o'zi mantiqli, hammasi mantiqli, prosta maqsadi bor buni o'sha soqqa olish uchun nimadir turtki berish kerak userga. Widgetlar shu featurelarni ham boshqalarni ham takrorlaydigan reusable bo'lgan UI bloklar. Misol uchun mana bu joy.
artikellarni chiqaradigan. Bu artikellar любой produkt pejini ichiga ham qo'yilishi mumkin, o'sha produktga doir bo'lgani. Shunaqa. Bu yoqda widgetlarni ko'radigan bo'lsak, footer language bu yerda yozmadim ekan uni. Hay mayli. Profilni ko'raylik, mana profilga tegishli bo'lgan widgetlar. Nimaga? Profilni ichida misol uchun orderlarni listalarini olib kelish kerak. Misol orders bo'lsa, orderlarning listi chiqdi. Bu joyda misol uchun profil orders. Buni ichida UI bor, mana your orders, mana widgetni ichida yozilyapti. Widget ichida oddiy kod yozilyapti va widgetni ichida order card deyilgan entity chaqirilyapti. Va shu entityning ichiga, actionsni ichiga biz feature berib yuboryapmiz. Ya'ni mana bu yerdagi feature cancel order button featurening ichida cancel order qiladigan buttonni berib yuboryapmiz. Ya'ni orderlarning listi atmay qiladigan buttoni bor, ichiga berib yuboryapmiz. Shu joyda ishlatyapmiz misol uchun. Okey, tushunarli. Ana endi shu auzni ham nima qilsak bo'ladi widgetlarning ichiga nima edi boxini. Okey, language selector buni ham chaqiramiz, ishlayveradi любой joyda. Shunaqa. Xo'p. Endi bundan keyingisi nima? Widgetdan keyin pages. Pages shu widgetlarni, boshqa narsalarni bitta joyga yig'adigan narsa. Misol uchun mana bo'ladigan bo'lsa, demak, mana bu widgetni chaqiradi, mana bu widgetni chaqiradi, mana bunaqa widgetni. Mana bunaqa widgetni chaqiradi, mana uni chaqiradi va qanaqadir manbalar uchun datalarni olib keladi, server side ma'lumotlarni olib, keyin bularga berib yuboradi. O'rtada misol uchun qanaqadir text mexlar qo'yish mumkin, mana o'xshagan narsalar. Pageslar bu endi pages ichida shu narsa chaqirilgandan keyin, qilib bo'lingandan keyin shu app ichiga chaqirib qo'yiladi. Mana shu yerda nima qilaylik? Nimaga pages ham turibdi, app ham turibdi, pages ham turibdi. App ichida bu router sifatida ishlatiladi faqat. Misol uchun mana bu joyda, misol uchun mana profil sidebar degan narsa chaqirildi, ya'ni profil layoutining ichida. Widgetlarning ichidan olib kelyapti profil sidebar, ya'ni bizdagi mana bu narsa bu widget. Bu yoqda children. Endi children ichida misol uchun orders degan page bor. Endi bu yoqda reviews nimadir deb bo'ladi, faqat bitta yozdim. Profil orders page chaqiryapti. Profil orders page endi mana bu, chunki bu layout ichida qolib ketdi. Endi mana bu joy bizdagi asosiy core ga aylandi. Xo'p, core ga aylangandan keyin buni ichiga kirsak nima bor deydigan bo'lsak, bu page ichida misol uchun profil orders da bu title bu yoqda profil orders list degan widget chaqirilyapti, chunki nimaga просто listni ya'ni widget qilib qo'yilgan, widgetni o'zi chaqirib olyapti. Endi shu joyda misol uchun qanaqadir server action nimadirlar chaqirib ishlatish mumkin shu joyda. Tak. Tushunarli. Bu yoqda model yoziladi. Misol uchun men bu yerda yana nimadir calculate nimadirlar qilish kerak bo'lsa, shunda misol uchun ordersmi, misol uchun const use profile orders qo'llanadigan bo'lsa, tak nima haqida bitta mana model yonidagi modeldan chaqir. Buni ichidan orders qilib turib bu yoqqa berib yuborilishi mumkin misol uchun. Xo'p. Mana tushunarli. Orders listga kiradigan bo'lsak, bu yerda ana shu narsa ishlatilgan. Okey, endi entitylardan kirib keldik. Agar chalkashchilik bo'lgan bo'lsa, uzr, endi fayllar orqali kirib kelamiz. Bu ikkinchi tushuntirish usuli. Demak, bizda nima? Birinchi shareddan boshladik, bizga kerak narsalar qo'yib oldik. Ikkinchisi bizga kerak bo'ladigan entity yani nima? Bizni produktlar aytaylik biz mana bu narsa, mana bu bitni qilmoqchimiz. Nimadan boshlaymiz? Birinchi navbar buni widget ichiga yozamiz. Ketdi, tak, header qildik. Mana header yozildi. Referensi qanaqadir navbar nimadir yozib ber. Chiroyliroq. Xullas nimadir mana. Ana nimadir. Mana bu navbar ketdi. Navbar ichida qanaqadir kerakli state bo'lsa modelni ichiga yozamiz. Uni navbar ichida API chaqirilmaydi, shunga ochilmagan. Buni ham o'chirib tashlayman, kerak emas. Xo'p. Okey, endi nima qilinadi? Mana bu banner nima? Widget. Widget qayerga qo'yaman buni? Xo'p, bunday qilaman. Banner slider qilaylik. UI banner slider
Bo'ldi, bu widget tayyor. Endi ichida qanaqadir API chaqiraman, boshqa narsa chaqiramanmi, ketaveradi. Okey. Endi nima qilaman? Mana bu narsa. Demak, bu produktga, demak, mana bu widgetni chaqirishim kerak. Bu ham bitta blok ekan. Shu blok widgetda, короче, UI'da blok. Buning ichida nima qilaman? Birinchi produkt kartasi olishim kerak. Okey. Produkt karti ichida manbani o'rniga manba disable ham bo'lishi mumkin-da. Produkt qolmagan bo'lsa, bu chiqmasligi kerak. Demak, bu alohida komponent turadi bu joyga. Demak, manbani men o'zim yasab olaman, keyin buni datasiga qarab ichida mana bu narsa alishadi. Okey, mana buni yasayman. Buni qayerda yasayman? Bu asosiy narsa bo'lgani uchun bu entity ichida yasayman. Entity ichida produkt. Produkt ichida produkt kart. Bo'ldi, yasaldi. Okey. Produkt kart yasaldi. Ana endi nima qilishim kerak? Men buy knopka nima actionga undaydi. Okey, feature ni ichida produkt, add to cart. Okey, buni yozib qo'yaman. Product rate. Shunaqa. Endi buni ichiga UI yozyapman, add to cart. Add to cartda misol uchun modeli ham bor. Ya'ni bu yerda nima? Bu return qiladi, loading, misol uchun produkt nima edi? Add to cart qilganda load bo'lyaptimi, yo'qmi? Is available, ya'ni produkt bormi, yo'qmi? Allaqachon qo'shilganmi, yo'qmi? Yoki add to cart degan funksioni bor, chiqarib qo'yadi. Bu UI ichida on click qilib, on click. Tak, nima? Ana, ajoyib. Shu narsa qilib qo'yiladi va tamom, bu add to cart. Endi nima kerak menga? Mana bu narsa tayyor, bu narsa tayyor. Endi mana bu widgetni chaqirish kerak. Widget ichida buy knopkalari bo'lishi kerak. Mana bu kartlarni buning. Okey, latest produktlar. Bitta widget ochaman. Bu widget products list tag. Widget new file product slider bo'lsa kerak. UI products slider basics. Okey, product slider ichida bizda API bo'lishi mumkinmi? Ha, model. Birinchi API. Buni ichida yo'q, API bo'lmaydi, chunki bu ishlatmaydi. Model ekan. Modelda ichida nima bo'lishi mumkin? Use products bo'lishi mumkin. Basics. Buni ichida nima? Buni ichida API yo'q, nimagaki? Wow, nima yozdi? Buni ichida produkt yo'q, nimagaki? Buni ichida nima bor? Shu joyga const qilaman. Const endi menga deyapman, mana shu tepadan tagi kirib kelsin, latest degan tagi kirib kelsinki, men ash produktlarni olib kelay. Men mana shu joyda produktlarni listini men backenddan olib olishim kerak. Backenddan olib olishim uchun bu nimani listi? Bu asosiy narsa nima? Produktlarni men bu entity ni ichiga yozaman. Ya'ni eng katta narsa bu entity, meni bilishim bo'yicha. API get products turibdi mana bu joyda. Get products API, okey. Va men const deyman, mana bu tepadan tag oladi. String const ketdi. Hop. Nima bo'ldi bu? Endi qo'yayim mayli. Voy. Hozir o'zim yozaman-da. Hop. Mana shu joyda use products UI tag olsam qani bitta ko'raylik. What? Qani? Bo'ldi. Modelni ichidan chiqardi. Endi bu joyda e'tibor berishimiz mumkin. Use products. Men bu joydan olyapman. Ya'ni buni o'zi men buni ichida yozib yorsak ham bo'lardi, entity ni ichida. O'sha produktlarni olib keladigan. Bu yerda yozsak hozir yana nima bo'lib qoladi? Ya'niki men bu narsani baribir boshqa joyda ham ishlataman-da. Misol uchun bu produkt slider bo'lsa, yo boshqa joyda ishlatmayman ekan hozircha. Olinganda anaqa qilib. Xo'p, ketdi. Bu products h1 product list bu joyda ichiga orders midi? Orders
Produksiyaga. Map ket. Tak. Mayli, eni qo'yib yuborish kerak yana. Mayli, bo'ldi. Demak shunaqa. Mana bo'ldi, product slider degan widget bizda tayyor bo'ldi. Endi barrel qilib qo'yaman buni. Index.ts export tak. Product slider bo'ldi, bu endi chiqib ketyapti bu joydan. Ana endi bu narsa ham tayyor. Articles. Okay, articles ham tayyor deb hisoblaylik. Endi nima qilaman? Yangi page ochaman. Page ichida tak. Home ichida UI, home ichida model kerak bo'lsa agar, buning ichida API kerak bo'lmaydi. Xo'p, tak UI ichida home page. Okay. Ana endi home page ichiga men nima qilaman? Navbar bu layout bor, product slider kerak bo'ladi, new. Okay. Ana endi men hozir bu yerga anaqa qilaman. Tok qilib popular. Bo'ldi. Xo'p, endi bundan keyin articles deganni ham chiqarib qo'y. Endi articles bor deb hisoblaylik. Bo'ldi. Endi nima bo'ldi? Bo'ldi, home page tayyor. Yana nima kerak? Home page keyin bu yoqqa app ichiga, mana shu yerdagi page ichiga chaqirib qo'yaman. Home page. Okay. Shu bilan tayyor. Endi nima bor? Product slider ichida product card chaqiraylik. Mana product card. Buning ichiga nimadir berilmasmidi? Nima bo'ladi ekan bunga? Hech narsa olmas ekan. Naqadar baxtli. Bundoq qo'yisharmidi? Bo'ldi. Ana. Bu product card bo'ladi. Endi buning ichiga fetch qilib turib add to cart nimadir berib yuborsa ham bo'ladi. Xo'p, o'zi add to cartni mana buni add to cart chaqirsam ham bo'lar ekan o'zi. Mayli. Add to cart product chaqirib qo'ysam bo'ladi. Misol uchun add to cart product qilib, okay. Вот так shunaqa tuziladi. Menimcha boshqa narsa qolmadi. Tak shunaqa. Bo'ldi, FSD dan yana nima qoldi? Umuman shunaqa 3 ga bo'lib, endi proyektni o'ziga qarab anaqa qilib ketilaveradi yana. Post requestlar ichkarida, tashqarida. Xullas. Featurelarning ichida mana bu joyda как бы entityni o'zini tushunsak bo'ladi. Bu core вообще business core. Уже hamma narsa o'sha yerda global state'lar ham boshqa narsalar ham asosiy ishlatiladigan joy. Undan keyin qolgan joylariga ustiga qurilib ketiladi. Yaxshi tomoni. Shunaqa, mayli, rahmat, charchamanglar. Yoqqan bo'lsa, bemalol layklardan o'rgilib ketsin deydi-ku. Rahmat, salomat bo'ling. Kommentariylarda savollar bo'lsa bemalol salomat bo'linglar.